qizlar yengillar do'konga e'tibor beringlar. Matosi xalatov, shunaqa yupqa jins qilingan. Fasonlarga e'tibor beringlar qizlar. Oldilarida shunaqa ozgina o'zlarini atrezlari bor va fasonchasi bor qizlar. Oldilarini qaranglar, shunaqa chiroyli, yenglari lapat qilib ishlangan. Barcha merkamlarimiz qizlar razmeri standart bo'lgani bilan 54 gacha to'g'ri keladigan razmerlarda kelgan. Orqalarini ham ko'rsataman qizlar. Yupqagina kenggina ishlangan. Men hozir shimlarni kiyganman. Hozir tushirib kiysalaring ham bo'ladi. Ikki xil model kiysalaring bo'ladi. Mana bunisiga ham e'tibor beringlar. Orqalarini ko'rsataman. Qizlar, dastlabki xizmatlarimiz ishlab turibdi. Hozir bundan boshqacharoq rasvetkasi bor. Buni ham ko'rsataman. Qizlar, bu ikkinchi rasvetkasi. Ikkinchi rasvetkasini qaranglar. Fasonlari ikki xil bularni. Atreschalari bor. Zakrida xohlaganlar ochib olsa ham bo'ladi. Gullar bilan bezatilgan ozgina joylar, barcha merkatlar menga hozir kenggina bo'lib turibdi. Matosi xaladok matosi bilan mana. Ko'ryapsizlarmi? Orqalari ham sal uzunroq variant. Hijobli qizlarimiz sal yeng kiyib kiysa ham bo'ladi. Qizlar, do'konda kutib qolamiz hammani.